umuman yaqinlashmasin bunaqa narsaga. Mingdan ming pushaymonman. Hammadan kechirim so'rayman ota-ona, oilamdan. Yangi Hayot tumanida 1 kilogramm 200 gramm giyohvandlik vositalarining tarqalishi oldi olindi. Xabaringiz bor, respublikamiz bo'ylab xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Xususan, Yangi Hayot tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, kiber jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi hamda jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan hamkorlikda tumanning Shoshtepa mahallasida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida bir nafar shaxs qo'lga olindi. Uning yoni xolislar bilan ko'zdan kechirilganda 1 kilogramm 200 gramm giyohvandlik vositalari borligi aniqlanib, daliliy ashyo sifatida olindi. Toshkent shahariga kelib, Shoshtepa mahallasida piyoda ketayotgan vaqtimda IIB xodimlari to'xtab, xolislar ishtirokida tekshirdi. Shu yonimda shunaqa modda aniqlandi. Bilmay xato qilib qo'ydim. Mingdan ming pushaymonman. Umuman yaqinlashmasin bunaqa narsaga. Mingdan ming pushaymonman. Hammadan kechirim so'rayman ota-ona, oilamdan. Mazkur holat yuzasidan Yangi Hayot tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Respublikamiz bo'ylab xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari davom ettirilmoqda.